Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, 21 oktyabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi 43 davlat birlashma imzoliq bayonot e'lon qilib, Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qaratgan keng ko'lamli bostirish va tutqun qilish harakatini qattiq tanqid qilish bilan birga Xitoydan BDT kishilik huquq oliy komissarining va mustaqil kuzatuvchilarning Sharq Turkistonda erkin tekshirish elib berishiga yo'l qo'yishini talab qilishdi. Ilgari 39 davlat Uyg'urlar masalasida Xitoyni ayblab birlashma bayonot e'lon qilgan edi. Bu qitim Turkiya qatorliq yana 4 davlatning qo'shilishi bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'urlar masalasida Xitoyga qarshi birlashib turgan davlatlarning soni 43 ga yuksaldi. Bununla qarşı Xitayning qo'llayotgan 62 davlat darhol birlashma bayonot e'lon qilib, Uyg'urlar masalasining Xitoyning ichki ishi ekanligini bayon qilishdi. Sharq Turkistondagi jazo lagerlari masalasi o'tirg'i chiqqandan buyon Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarning Uyg'urlar masalasida rasmiy ikki qutbga bo'linishi nimadan darak beradi? Turkiya Cumhuriyati nima uchun bu qitim Uyg'urlar masalasida Xitoyga qarshi davlatlar sepiga qo'shildi? Bu vaqtda sizlarni tafsiliy tushunchaga ega qilish uchun bugungi suhbatimizga Dünya Uyghur Qurultayı'nın muavin reisi, Türkiye'deki stratejiya mutaxassisi, hürmetli doktor Erkin Ekrem Efendim'le alaylı teklif kıldık. Hürmetli Erkin Ekrem muallim bugünkü sohbetimizde hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Oldu bilen ziyaretimizni qabul qilib alaylı vaqt ajratib qo'yganingiz uchun ko'p rahmat aytaman. Hürmetli Erkin Ekrem muallim, jazo lagerlari masalasi o'tirg'i chiqqandan keyin 2019-yil tunji bo'lib g'arb ellerini asos qilgan 23 davlat Uyg'urlar masalasida Xitoyni ayblab birlashma bayonot e'lon qilgan. 2020-yil bu davlatlarning soni 39 ga ko'paygan. Bugun bu davlatlarning soni bo'lsa 43 ga yetdi. Sizce Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'urlarni qo'llaydigan davlatlarning soni uzluksiz ko'payib berishi nimadan darak berdi? Oldi bilan mushaqqatga qarashlaringizni elish bilan programmamizni boshlab ketamiz. Xo'sh. Birincisi şu Xitoyning Sharq Turkistonda ilib borgan bu zulm, har xil zulmning mavjud bo'lganligini, rost bo'lganligini va shundaqla nurg'un dokladlar bilan, ya'ni ilmiy tadqiqotlar bilan va inson huquqi tashkilotlarining tayyor qilgan dokladlari va shundaqla ba'zi davlatlarning axborot chetdan egallangan ma'lumotlarga tayanib turib, bu yerda rostdan shundaq bir zulm borligini ve bu zulmni bazı devletler ırkı kırgınçılık bilan ifade kılıyordu. Bazı devletler insaniyetke karşı cinayet ifade kılıyordu. Şununla bu Xitayni to'ngan siri, yani bu ilib olgan siyosetini bilgen siri, to'ngan siri o sonning ko'payotidu deb tushunsak bo'ldi. İkincisi Xitoy mushundaq zulmlarni ilib berib turgan taqdirda, yani nurg'un yolg'on gaplarni deb unda narsa bo'lmaganligini ve bu misalga jazo lageri hakkında xil isimlerini, xil hukumlarını berip, onundan tutulman deb yağan gaplarni to'ldirishga xalqaro buningga pek qabul qilmaydi. Shuningga bu Xitoyni bir tanqid qilishni zarur bir masala deb ko'ryapti deb o'ylayman. Üçüncüsü hem de bu Xitoyning qilmishlari G'arb devletlerinki qimmat qarashlarga xilof. Çünkü G'arb devleti bo'lishinin sebebi yalnızla teknolojide, ilimde ve nurg'un sahalarda ilg'or bo'lishga emas. Bununla birlikte qimmat qarashlarının kimi muhim bo'lganligini ko'rgachga Xitoyning qimmat qarashlarga xilof qilishmi G'arb devletlerini ranjida qilyapti ve rahatsız qilyapti. Shuningga buning soni ko'payyapti deb o'ylayman. Ama yeni bir sebebini unutmamak lazım. Çeteldeki Sharq Turkiston teşkilatları bulup çoğun teşkilatlarınki xalqaradaki faaliyetleri mümkün. Bular yayınlanan dokladlar olsun, talepler olsun ve teşkillengen siyasi güçler olsun. Bunların kimi bir rolü var deb o'ylayman. Rahmat hurmatli doktor Erkin Ekrem efendim. Yuqorida Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'urlarni qo'llaydigan davlatlarning sonining ko'payganligi sabablari haqida to'xtalib o'tgan bo'ldingiz. Endi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Uyg'urlarni qo'llaydigan davlatlarning sonining ko'payishiga parallel holda Xitoyni qo'llaydigan davlatlarning soni ham ko'payyapti. Masalan, oldingi qitim 50 necha davlat Uyg'urlar masalasida Xitoyni qo'llab bayonot qilgan bo'lsa, bu qitim bu davlatlarning soni 62 ga ko'paydi. Siz bunga qanday qaraysiz? Şimdi bu Xitoyni qo'llayotgan devletlerin arasında biraz kategoriyaleştirmek lazım deb o'ylayman. Birinciden bazı devletler şu xalqaro qonun
ve xalqaranınki prinsip jettin qaravatıdı deyman. Nima deganda bir devletning ichki ishlariga aralashmaslik. Buni qo'llab turib Xitoyni qo'llaganlar aslida o'zininki mamlakatning ichidagi mustaqil ishlar bo'lg'achqa mustaqil qilyotdi deb o'ylayman. Yana bir xili bo'lsa, Xitoyninki Sharq Turkistonliklar ustida ilib borgan bu zulm siyosatini qo'llaganlar bor. Misalga Türkiye'deki devletler olsun, Rusya'daki devletler olsun. Bunlar hem de ichki ishlarga aralashmasa, yaxshi bo'ldi bu xalqaranınki foydasi bu başqa deydi. Ama Suudi Arabiston'daki devletler, Pakistan'daki devletler Xitoyninki Sharq Turkistonda ilib borgan siyosatini to'g'ri bo'lganligini qabul qilganlar. Üçüncü bir xil devlet bo'lsa, Xitoy bilan iqtisodiy tijoriy jihatdan, ba'zi devletler enerji jihatdan bir munosabati var. Xitoyning bozoridan ayrılamaydigan, Xitoyning qo'llashidan ayrılamaydigan va Xitoyning iqtisodiy jihatdan, mablag' selish jihatdan va texnologiya berish jihatdan Xitoydan ayrılamag'achqa Xitoyni qo'llaganlar bor. Ama yana bir xili var, bular biraz farklı. Misalga Amerikaning yanidagi Haiti degan bir devlet var. Bu devlet yaqinda Tayvanni qo'llag'achqa Xitoy bilan munosabati jiriklashdi. Şununla Xitoyni texmi teriktirmaslik uchun abadiga 43 devletga, g'arb devletlarning talabiga imzo qilganlar bor. Ama bular Xitoyni qo'lladi ma'noga kelmaydi, chunki abadi degan sabab. Yana bir xil devletlar bor, misolga Shveysariya. Bular yaqinda shu Xitoy bilan Amerikaning orasini o'ngshaymiz, yasaymiz deb rolni ustida olgan. Bu rol buzilmasin deb hozircha shu Xitoyga qarshi imzo qilmagan. Ama bu Xitoyni qo'lladi ma'noga kelmaydi. Shunga nurg'un davlatlar balki Xitoyni qo'llagan bo'lsa, o devletlarninki o'zining davlat manfaati yoki boshqa manfaatdan tufayli Xitoyga qarshi imzo qilmagan. Shunday bir ayirish lozim. Buni nima uchun bunday ayrimiz deganda, kelgusida Xitoyninki Sharq Turkistonda ilib borgan zulm siyosatiga qarshi imzolashadigan davlatlarninki ko'payishining ehtimoli bor. Yalnızda Xitoyga bekinib qolgan va abaqiman degan xalqaro qonunninki prinsipi bilan ichki ishlarga aralashmaslik degan davlatlarning ba'zilari balki Xitoyni qo'llamaydigan bo'lishi mumkin. Shunga bu 3 yildan beri har ikki tarafninki bir-birini qo'llagan raqamlar ko'payyapti, ammo kelgusida menimcha bu tanqish bo'lishi mumkin. Agarda Sharq Turkistonliklarninki, bo'lib tashkilotlarninki tirishchanligi bilan va bu xalqarodagi ta'sirninki kuchayishi, shundaqla misolga deyli, Londondagi Uyg'ur sotininki qarori deyli, bundan keyin ba'zi davlatlarninki Uyg'ur masalasiga qaratilgan, misolga o'rta qirg'inchilik bo'lsin, insoniyatga qarshi jinoyat ishlari deb juda qarorni bergan siri Xitoyga qarshi bo'lgan taraflarning sonimi asosda ko'paydi deb o'ylayman. Rahmat hurmatli doktor Erkin Akram efendim. Yuqorida Birleşken Devletler Teşkilatı'daki Xitoyni qo'llagan va Uyg'urlarni qo'llagan ikki taraf davlatlarini to'xtalib o'tgan bo'ldik. Bu yerda bizning alayda diqqatimizni tortgan nuqta Sharq Turkiston xalqining qalbida alayda yeri bo'lgan Turkiya Cumhuriyetining bu qitim Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uyg'urlarni qo'llaydigan davlatlar safiga qo'shilishi chet ellardagi Uyg'urlarni va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarini alayda mamnun qilgan nuqtaning biri bo'ldi. Ondan başka yana Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan efendim bu şu ay içinde hem Birleşken Devletler Teşkilatı Umumi Yığını'da hem Türkiye Parlamento'da arkadan Uygurlar meselesini bir vasıta tılga algan oldu. Bu hadisle Türkiye hükümetinin Uygurlar meselesinde Xitoyga tutup gelgen yumuşak siyasetinin tütün özgergenliginden gerek veremdi. Müşakkatı siz qanday qaraysiz? Hem de muhabbetimki 43 devletin arasında Türkiye'nin buluşu, Türkiye'nin bu meselede özünki pozisyasının özgergenligini ilgili buldu. Ama Türkiye çünkü 3 yılda şu mesele üstündeki pozisyasını bilimiz, yani çetki çıkıvaran bir pozisyon var. Yani A tarafı ma emes, ma tarafı ma. Çünkü Xitoy bile yakınlaşış degen bir siyaseti var 2015 7. aydan itibaren. Şu münasebetle bozulmasın deb çetki çıkıvasma ama xalqaradan Türkiye'ye bilsin var. Seninki soydaşın, seninki dindaşın
Muşu zulüm körüvatsa sen demişke karab otursa. Bunun sebebi neymi? Yalğızda bir menfet mi? Dep tankıtlar var. İkincide ma Türkiye'nin içinde mi köp tankıtlar var. Cemaat fikri İğir hükümetine tankıt kılıvadı. Meyli o ildaş olsun, soldaş olsun. O insan boğaçlar, insaniyet cetten mi bu meseleye karaş lazım. Bununla eğer de müşindak zulümge qarab qaldığan bolsaq, biz aşı zulüm işiga adam bilan o'xshash o'qalmaymiz degan tanqid bisimlarmi bor. O ikinci sebep. Üçüncü bir sebep belki şu saylam yıkılmışıdır. Yani 2023'gece bir saylam buluş lazım. Bu saylamda eğer de ben degende Türkiye'nin cemaat fikri bundaqlı bolduğan bolsa, Türkiye cemaat fikirinin ta'tirini işini kıldıran bolsa ki chatga chiqib bir ahvol bo'lsa, bu ovozni tatib qo'ygan bir mesele mi bo'lishi? Şununla bunda bir payda ben degan sebeplerden tufayli Türkiye bu da pozisiyasını iniq ko'rsatgan bo'ldi. Bundan evvel sizde aytib o'tgandek, Cumhuriyet Erdoğan'ın Birleşken Devletler Teşkilatı'da şu Uygurlarının görüvatkan zulümle karşı tenkitlerini köpeytiş lazım. O bisimini kaldırış lazım. Ama bir gibi yanılı var. Yani Xitay'ın zemin bütünlüğüne esas kılganda diyen yapar. Demek ki Xitay'ın belki rencide kılmaydıgan ve Şark Türkistan ya da Uygurlarının kollaşının sebebi Xitay'ını bölüş emesliğine, bu uçurunu bir işte kırışvatkandak durdu. Ama Xitay mışında düşünemiyor. Bence Xitay Uygur meselesi, Şark Türkistan meselesiyle köğün bölgen, İslamcılık bildirgen, sahiplengen ve destekleyen her kanda devletine Xitay onu doğru kömeydi. Bu çok maaşı bizge karşı olan devlet hep kördü. Şununla Türkiye ile Xitay'ın arasındaki münasebetini burunku tek devam olması mümkün. Bu pozisyasından tüpeyli Xitay Türkiye'ye çıktıysın şirketi deyip oylayın. Türkiye kadar cevap verdi ve bu meselenin kadar hal kıldı. Aldığımızdaki günlerde körümüz. Köpten köp rahmat hürmetli doktor Erkin Ekrem efendim. Yukarıda dep ötüp ketdiniz, hazırki Türkiye hakimiyetinin saylam az kalgan vaqtda cemiyet fikirlerinde ijobiy bir ta'sir hosil qilish uchun Uyg'urlar masalasini o'tirib qo'yganlikmi bir yuqori salmoqni egallaydi deb o'tgan bo'ldingiz. Burun hammamizga ma'lum Turkiyadagi mavjud tashkilotlar Türkiye Xitoy munosabatlari tufaylidan ba'zi bir harakatlarda hokimiyatning ko'ziga qaraydigan ahvollar shakllangan. Hozirgidek shu saylam yaqinlashgan Türkiye'mi jamoat fikrida ijobiy ta'sirlarni hosil qilish uchun Xitoyga bo'lgan ba'zi bir tanqidiy fikrlarni xalqaro tashkilotlarda bo'lsin yoki Turkiyadagi majlislarda bo'lsin buni o'tirib qo'yayotgan shunday bir horiqliq vaziyatda Uyg'ur tashkilotlariga yoki Sharq Turkiston tashkilotlariga biroz vazifa ig'ir tushamdi. Qanday bu vaqtida tavsiyalarimiz bormi? Oxirida shu haqdagi fikrlaringizni aytib o'tgandan keyin programmamizni oxirlashtirgan bo'lsak. Bo'ladi. Bu Sharq Turkiston davası 49 yıldan beri chet elda ilib berishga boshlangan. Bugün hem de nihayeti kritik bir ahvalda, nihayeti mühim bir payda. Yalnızca Türkiye'nin teşkilatları emas, dünyadaki Şark Türkistan teşkilatlar hemmisi kırışmak lazım. Çünkü şu fırsat hem de kaçangıcı devam kıldı, bunu bilmek tez. Ama mevcut fırsatını kim tutuş lazım? Şu fırsatta ne işini kılvagan bolsak, şu işinin bir neticesi çıkırlandı. %100 çıkmasına köpründen netice çıkıyor. Türkiye'ye kerzek hem de Türkiye'deki Şark Türkistan teşkilatlar Türkiye'de ilip bardığın esas çoğun degende 3 yıl siyasetle ilip giriş lazım da öyle mi? Birincisi şu hükümet olsun, meclis olsun, başka parti olsun, dernek olsun, vakıf olsun, bunlar teşkilatlarla münasebetlerine yakın kuruş ile birlikte Şark Türkistan meselesini devamlı bulağa anlatış. Tabii Şark Türkistan'daki bazı meseleler var hayatta, bir mesele okuş ve başka ticari faaliyette meseleler var. Bu meselenin şu hükümet ile hal kılış lazım. Mecliste bunu gün tertipte eklezdiriş için kırışmak lazım. İkinci siyaset bütün Anadolu, bütün Türkiye'ye anlatış lazım. Bunu hem de Ankara'da, İstanbul'da oturup anlatış belki bir kısım adam anlayalaydı ama aşırı Türkiye'nin ki her vilayette biri, her şehirde biri, her nahiyelerde biri eşeğde anlatış mühim bulur. Bundakta şu
bütün şu Türkiye'deki halkların Türkistan meselesini anlap düşengen vaxtıda elbette digen sayılan meselesinde nahit çok rol oynadı. Çünkü cemaat fikri güçlük ve kent kölemlik gibi inkaz olan vaxtıda hükümet olsun veya milletvekilliğe sayılandığan adamlar olsun Şərq Türkistan meselesini ciddi tarafından mecbur oldu. Üçüncüsü hem de o Şərq Türkistanlıklar belki teşkilatının bir sırtında filan olsun. Bunlar anlamda ki Türkiye'nin siyasetindeki kiriş lazım. Partilerge azap oluş lazım. Bolsa milletvekili buluş lazım. Bolsa hükümette vazife ilişkin tırışmak lazım. Şu işgal siyasetini Türkiye'den ilip varlıhan olsa, tabii bir ahvalda Şərq Türkistan davasına naiti çok faydası olurdu ve şundakla Xitayga karşı Türkiye'de çıkmışsın bak Xitay'ın habertesini belirttim. Hükümet maaşı Xitay'ın isminden tepeyli Şərq Türkistanlıklarla bizim bir orada Şərq Türkistan teşkilatlarını şunda. Ondakta hazır ben degen bu işgal siyasetini ilip varlıhanca elbette bilsinler ama azalıdı Xitayga vergen bilsinme tekimi çoğuydu, köpeydi de oylayın. Rahmet hürmetli doktor Erkin Ekrem efendim. Yukarıda bergen kıymetli malumatlarınız ve alayda vakit ajırtıp bugünkü ziyaretimi kabul kıldıklarınız için tekrar minnettarlığımı bildirmen. Köpten köp rahmet. Ben rahmet ederim. Hürmetli televizyon köşkler, şunun bilen bugünkü Uyghur Avaz Söhbet programımız şu ya da ahırlaştı. Köngül koyup anladılar rahmet. Keyin qaytalik programımız görüşküçe aman boğaysılar, xeyri hoş.